Assalomu alaykum aziz o'quvchim, mani kanalimga xush kelibsiz. Suratdagi ko'ylakni tikishim uchun menga 3,5 metr villur mato kerak bo'ladi. 48 razmerdagi asos andozani ustiga bir qavat klyonka qo'yib, nusxa ko'chirib olaman. Oldi asos andoza qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa qilib chizib oldim va ikkinchi tomoniga simmetrichniy qilib ikkinchi tomonini ham chizib oldim. Klyonkani ostidagi asos andozani olib tashlasam, andozam mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Endi bu andozaga bo'yin o'yindisini chizaman. Bo'yin o'yindisini chizish uchun mana shu o'lchamlardan foydalandim. Sentrdan mana bu nuqtadan pastgacha 17 santimetrni o'lchab oldim. Gorizontal, chap va o'ng tomonga 8,5 santimetrdan o'lchab, bo'yin o'yindisini chizib oldim. Xuddi mana shu bo'yin o'yindini 48, 50, 52, 54 razmerga ishlatsangiz bo'ladi. Bozor standartiga chiroyli bo'lib chiqadi. Bo'yin o'yindisiga zapaxni chizish uchun qo'ltiq o'yindisidan 8,5 santimetrni o'lchadimda, belgilab olib, lineykani qo'yib to'g'ri chiziq chizib oldim. Shunday qilib, oldi zapaxni chizib oldim. Undan keyin mana shu o'lchamlardan foydalanib, zapaxni bo'yniga yoqani chizib oldim. Chizib olgan andozamni cheka qismini kesib oldim. Endi o'rtasini kesaman. Ko'ylakni oldi qismini mana shunaqa qilib modellashtirib kesib oldim. Endi prinsessa vatochkani ochaman. Bokovoydagi ko'krak vatochkani yopsam, mana shunaqa qilib standart razmer bo'yicha 48 razmerga prinsessa vatochka ochiladi. Mana. Bu andozani matoga qo'ygan vaqtingizda mana bu choklariga 1 santimetrdan qo'shib kesasiz. Undan keyin ko'ylakni bachogini bichayotgan vaqtingizda bachokni dalevoyni to'g'ri qo'yib biching. Bachokni dalevoyni topish uchun belni ikkiga bo'lib, mana shu bo'lingan o'rtasiga uголок lineykani qo'yib, dalevoyni topib olasizda, matoga qo'yib, etagini bichasiz. Ko'ylakni oldi qismini modellashtirib tayyor qilib oldim. 48 razmerdagi orqa asos andozani ustiga bir qavat klyonka qo'yib, mana shunaqa qilib simmetrichniy qilib nusxasini ko'chirib oldim. Orqa andozani chizib olganimdan keyin sentrdan mana bu nuqtadan 5 santimetr pastga tushib belgilab oldim. O'ng va chap tomonga 9 santimetrni o'lchab, bo'yin o'yindisini chizib oldim. Undan keyin ko'p chevarlar qilmaydigan va aytmaydigan narsani sizlarga o'rgataman. Prinsessa vatochkali shestiklinka ko'ylak tikkan vaqtingizda mana bu vatochkani bel vatochkalarini hisobini o'rtaga o'tkazasiz. O'rtaga o'tkazgan vaqtingizda mana bu bo'yin o'yindisidan mana bu nuqtagacha hammada har xil 15, 16, 17, 18 santimetrni o'lchaysizda, mana shu o'rta chiziqdan o'ng va chap tomonga 2-3 santimetrgacha o'lchab vatochka chizib olasiz.
Shunda ko'ylakni tikib bitqazgan vaqtingizda mana shu bel qismi rosa chiroyli chiqadi. Orqa bachoklarni dalevoyni topish uchun mana bu nuqtadan belgacha bo'lgan masofani o'lchab 2ga bo'lib oldimda, shu nuqtaga uголок lineykani qo'yib, to'g'ri chiziq chizib oldim. Oldi va orqani bachogini dalevoyi mana shunaqa qilib topiladi. Modellashtirib olgan andozamni kesib olaman. Modellashtirib olgan andozamni kesib tayyor qilib oldim. Bu andozani matoga qo'ygan vaqtingizda mana bu choklariga 1 santimetrdan chok haqqi qo'shib kesasiz. Qolgan joyiga qo'shmaysiz. Orqa andozani modellashtirib tayyor qilib oldim. Shunday qilib tikmoqchi bo'lgan ko'ylagimni andozasini modellashtirib tayyor qilib oldim. Endi bu andozani matoga qo'yib, shesteklinka ko'ylagimni bichib olsam bo'ladi. Mani kitob va andozalarimni olgan shogird qizlarim, sizlar xuddi mana shu o'lchamlardan foydalanib, mana shu bo'yin o'yindi va yoqani 48, 50, 52, 54 razmerga chizib, modellashtirib, ko'ylakni bichib tiksangiz bo'ladi. Mani chevarchilik sirlari kitobim va chok haqqi ichida bo'lgan tayyor andozalarim sotuvda Ipodrom bozorida bor.